Agar hammamizni qo'rqinchimiz Xudodan shunchalik zo'r bo'lsa, oramizda bugun bomdod namozini shunchaki o'qimaganlar bo'ldi. Peshin namozini xayoliga ham keltirmaganlar bo'ldi. Asr namozi haqida o'ylab ko'rmaganlar bo'ldi. Shom namozini-ku mana yarim soat, 1 soat bo'ldi, o'qimaganlar bo'ldi. Yana xufton namozini o'qimaydiganlar ham bor oramizda. Bugun o'tiribmiz. Ertaga shu paytda bizlar qabrga kirgan bo'lishligimiz mumkin. Hech kim bunga e'tiroz qilib bildira olmaydi. Bekor aytyapsan degan gap bo'lmaydi. Erta bilan otajon, onajon yaxshi o'tiringlar, men kechki payt kelaman degan insonni jasadi kirib kelyapti uyiga, o'lgan jasadi kirib kelyapti. Uni bunaqa niyati yo'q edi. Uni bunaqa xohishi yo'q edi. Lekin bu Allohning qazoyi qadari, bizlarda ham hech qanaqa haj hujjat yo'q. Shuning uchun agar ertaga qabrimizga kiradigan bo'lsak, qani bugun qo'limizga qaraylik. Ibodatimiz bormi? Namozimiz bormi? Alloh subhanahu va taolo aynan sizni biz musulmonman deb turgan bandalarga xitob qilib, nido bilan, chaqiriq bilan, ey iymon ne'mati bilan musharraf bo'lgan bandalarim, sizlar Allohdan qo'rqinglar deyapti.